O'zbekistonning mashhur insonlarini o'rtasida maqollar challenge'ini o'tkazmoqdamiz. Bu degani siz eng yaxshi o'rgan maqolangizni ham ingliz tilida, ham o'zbek tilida aytib o'tishingiz kerak. Bu ishni o'zim sizga hozir boshlab beraman. Siz esa davom etishingiz kerak, maylimi? Demak, men eng yaxshi o'rgan maqolam bu as you make your bed and so you must lie on it. Tarjimasi nimani eksang, o'shani o'rasan. Aqida xonim, navbat sizga. Never put off till tomorrow what you can do today. Ya'ni Bugungi ishni ertaga qo'yma. juda ham yaxshi. Qanchalik muhim hozirda O'zbekiston yoshlariga ingliz tilini o'rganish? O juda ham muhim. Yaqinda Amerikaga borib keldingiz. Qanchalik sizga yordam berdi ingliz tili? Men ingliz tili, ko'p tillarni, boshqa tillarni ham bilaman va til bilgan doimo plyus bo'lib kelgan. Til bilganga ming tanga, til bilgan yurt kezadi mana sizga o'xshab. Shuning uchun nafaqat ingliz tili, balki boshqa chet davlat tillarni bilish kerak. Bu odamga kommunikatsiyaga juda ham yaxshi. Yangi bilimlar oladi, yangi ilmlar oladi, o'rganadi. Shuning uchun muloqotim juda ham kerak. Albatta ingliz tili va yana boshqa chet tillarni bilishinglar kerak va o'rganinglar albatta. Qaysi tillar ingliz tilidan tashqari? Albatta ona tili va ingliz tilidan tashqari. Endi misol uchun hamma o'zini qiziqishiga qarab, kimdir arab tilini, kimdir turk tili. Savol sizlarga, hurmatli obunachilar, qaysi tilni o'zbek tili va ingliz tilidan tashqari siz o'rganmoqchisiz va o'rganishni tavsiya etasiz? Ungacha esa Mr. Otabek TV kanalida Aqida xonim bilan birgalikda ko'rishganda, ko'rishguncha salomat bo'linglar.